Assalomu alaykum hurmatli qadri baland qadrdonlar, hamma yaxshi o'tdi. Nozila nima qilganingiz bu? Nima qildingiz Nozila? Uzr, hazillashaman deb gazni ko'proq bosib yoribman. Buni qarang, endi ustozga nima deysizmi mashina? O'chiray telefon, uka, yoqmayapsan. Ustozga nima deymiz? Mashinani pachoq qildingiz. Konsert oldi, shu narsa kerakmidi? Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bu qiz konsert uchun men bilan mashinani qurbon qilishga ham toymaydi. Endi ayting, taklif qilamiz deng. Hali shuncha mashina yo'q qilganingizga yarasha ustozga nima javob beramiz? Hozir men javob beramiz. Hurmatli do'stlar, 8-mart kuni soat 14:00 da Ayol Muqaddasov nomlangan konsert dasturimizni kutamiz. Lekin 8-martgacha agar ma'lum qilmasak, ustoz xursand bo'ladi-da, baribir endi bizada. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hammani konsertda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.